Professional strukturalangan kabel tizimi qurayotgan bo'lsangiz, mana shu uskuna tarmog'ingizning asosi bo'ladi. Bu videoda Pixitech brendining ekranlangan patch panelini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu patch panel SKS tizimidagi barcha kabellarni bir nuqtaga jamlash va tarmoq elementlarini patch kordlar orqali o'zaro ulash uchun mo'ljallangan. Tarmog'ingiz tartibli va barqaror bo'lishi uchun ajralmas qismdir. Modelimiz 24 portli Cat 6 standartiga va to'liq ekranlangan korpusga ega. Standart 19 dyumli shkaf yoki stoykalarga o'rnatiladi. Balandligi esa bor yo'g'i 1 unit bo'lib, joyni juda tejaydi. Montaj uchun eng qulay yechimlar qo'llangan gorizontal turdagi Kron LSA Plus va 110 Dual Use IDC universal kontaktlari bor. T568E va B standartlari bo'yicha rangli markirovka esa kabelni xatosiz va tez montaj qilish imkonini beradi. Tizimni boshqarish ham oson. Har bir port raqamlangan va ustida almashtiriladigan qog'ozli etiketkalari bor. Qaysi port qayerga ulanganini chalkashtirib yubormaysiz. Pixitech patch panellarini hoziroq buyurtma qiling, infratuzilmangizni professionallarga ishonib topshiring.